Prezidentimizning farmonlari bilan 15-aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni deb e'lon qilingani biz san'atkorlarga, madaniyat xodimlariga juda ham bir katta e'tibor qaratildi. Shundan ruhlangan holda Xudo xolasa madaniyat xodimlari, san'at xodimlari yanada ko'proq kuch sarflab mustaqil O'zbekistonimizga xizmat qilamiz. Biz bundan bag'oyat xursand bo'ldik. Ushbu fursatdan foydalanib, madaniyat va san'at sohasida faoliyat olib borayotgan barcha hamkasblarimizni tabriklab qolaman. Ilohim mana shunday bayramlarimiz bardavom bo'lsin. Bayramlar ko'payversin.
Bo'ldi. Ochildimi? Kiruvsizmi? Dil so'zlarda aytamiz. Farg'ona
ne diyor o'ratasan? Shuay deb Majnun tol bir kun chiqqan emish buloq bo'yiga, chiqqan emish buloq bo'yiga. O'zim ko'rib buloqda bir kun yetolmayin qopti uyiga, yetolmayin qopti uyiga. Majnun tol, Majnun tol, Majnun tol, Majnun tol. Shundan beri endi tunu kun o'tirarmish yoyib sochini, o'tirarmish yoyib sochini. O'zi bo'lib o'ziga maftun, ololmasmish suvdan boshini, ololmasmish suvdan boshini. Majnun tol, Majnun tol, Majnun tol, Majnun tol. Shundan beri endi tunu kun o'tirarmish yoyib sochini. Majnun Majnun tol, Majnun tol, Majnun tol, ochlik ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi bahorni shunda qalbim tanidi yorni eng yo'lagan yoshlik chog'imda
suyganim kechagidek hamon esimda har soniya har on esimda rengilagan yoshlik chog'imda sen ochiling ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi baharni shunda qalbim tanidi yorni بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Parvardigarimiz o'zini xalqlarimizni, xiyonatlarimizni qilgan xayr amallarimizni o'zing dargohingda qabul aylagin. Xatoy gunohlarimizni o'zing mag'firat aylagin. Shulardan hosil bo'lgan savob samoratlarni o'zing rozi uchun avvalo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqlariga, ahli baytlariga, azvojini tahoramizga, choriyo sahobacharimizga, biron taqva, biron sharaf, mushtahim ulamo ikromlarga, xususan majmuamizda atrof etgan mo'min muslimin sohiblar azizlarga, alal xusus mana shu duoga xuroj turgan har birlarimizga o'tgan abo ajdodlarga, sohibi ihsonlardan o'tgan umrlarga, Aysha xarobalarga, Isoga boshqa qildik, o'tmishlarni ularga xayr salomat qilingan ihsonlarni o'zing dargohingda qabul qil va oxiratdagi samoviy aroz bo'layni o'zing panohingda asragin. Qalblarimizdan neki ezgu xayrli maqsadlar salomatini muyassar etlagin. Bemorlarga shifo, hojatlarni hojatlarini, qarzorlarni qazganlarga farzand solihat aqib. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu faghfir li dhunubi fa innaka ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas. Sahnadan gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. San'at durdonalarini kelajak avlodga yetkazishda fidokorona xizmat qilib keladigan madaniyat va san'at xodimlari, barchangizni kasb bayramingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi TQ 112-sonli qarori Respublika miqyosida kasb bayramlarini nishonlash munosabati bilan tashkil etilgan konsert tomosha tadbirlari ro'yxatiga 15-aprel O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'at xodimlari kuni deb belgilab qo'yildi. Shu munosabat bilan bugun tumanimiz rahbari tashabbuslari bilan mana shunday oshxonada bayram tadbiri uyushtirildi. Hurmat va ehtiromlar, ijozatlaring bilan sahnaga Pop tuman hokimi Sultonov Azamjon Abdulmahmudovich taklif qilinadi. Marhamat. So'nggi yillarda mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasida rivojlantirish, yangi O'zbekistonimizning yangi tarixini yaratish, moddiy va nomoddiy madaniy meros namunalarini asrab-avaylash, xalqimiz orasida xalq og'zaki ijodiyatini keng ommalashtirishga qaratilgan tizimli ijobiy ishlar amalga oshirilyapti. Shu sababdan Prezidentimizning 2017-yil 15-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligini tashkil etish to'g'risidagi 2018-yil 28-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ayniqsa joriy yilda Prezidentimiz tomonidan madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi 112-sonli qarorning qabul qilinishi mana shu sohadagi xodimlarni, shu sohadagi ijodkorlarni yanada O'zbekistonimizga bo'lgan ishonchi, O'zbekistonimizga bo'lgan xizmatini kuchaytirib desak to'g'ri bo'ladi. Qarorda O'zbekiston Respublikasi miqyosida nishonlanadigan kasb bayramlar qatorida 15-aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni deb ataldi. Ruxsatlaringiz bilan barchangizni, sizlar orqali bu yerda qatnasha olmayotgan vatandoshlarimizni, aziz popliklarni, oila a'zolaringizni, viloyatimiz san'at ahlini, respublikamiz san'at ahlini bayram bilan tabriklashga ijozat bergaysiz. Aziz tadbir qatnashchilari, hammamizga yaxshi ma'lumki, inson va jamiyat hayotida xalqning ma'naviy dunyosini, ongi tafakkurini yuksaltirishda madaniyat va san'atning o'rni juda ham beqiyos. Pop tumanida ham oldindan madaniyat va san'at sohasi rivojlangan bo'lib, bu yerda juda ko'plab el ardog'idagi san'atkorlar yetishib chiqqan. Masalan, Pop tumanida tug'ilgan kompozitor, san'at arbobi, sozanda Dada Ali Soatqulov 1953-1963 yillarda O'zbek davlat filarmoniyasi direktori, 1963-1969 yillarda Muqimiy teatr direktori lavozimlarida ishlaganlar. 1967 yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lganlar. Shuningdek, Chodak qishlog'ida tug'ilgan Ma'rifat Ubaydillayeva teatrlarda juda ko'plab rollarni ijro etganlar. 1983 yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. 2002 yilda esa davlatimiz rahbari tomonidan el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanganlar. Bundan tashqari Pop tumani farzandlari bo'lgan Mehri Bekjonova, Ortiqali Qozoqov, Malika Egamberdiyeva, Samandar va Iskandar Hamroqullar ham o'z san'atlari bilan respublika darajasida xalqimizga juda munosib xizmat qilib kelyaptilar. Va shuning bilan birgalikda bu yerda o'tirgan mana san'at xodimlari ham butun
O'zbekistonimizda tanilgan insonlar o'tirishdi. Faxriylarimiz o'tirishdi. Barchangizni yana bir bor tabriklashga ijozat bergaysizlar. Aziz tadbir qatnashchilari, bugungi kunda Pop tumani madaniyat bo'limi tasarrufidagi 8 ta madaniyat markazlari mavjud. Ularda 10 ta havaskorlik jamoalari, 26 ta ijodiy to'garaklar faoliyat yuritishyapti. Bunda 60 nafardan ziyod soha xodimlari, 1000 ga yaqin yoshlarga madaniyat va san'at sirlarini o'rgatib kelyaptilar. Shuningdek, madaniyat markazi qoshida go'zal vokal cholg'u xalq ansambli faoliyati olib borib, bugungi kunda tuman va viloyat miqyosidagi turli xil bayram tadbirlarda xizmat qilib, xalqimizning olqishlariga sazovor bo'lyaptilar. Bundan tashqari tumanimizda 2 ta bolalar musiqa va san'at maktablari mavjud bo'lib, ularda jami 450 nafar o'quvchilarimiz san'at va madaniyat sohasida bilim olyaptilar, tajriba orttiryaptilar. Xususan, joriy yilning o'zida 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining tasviriy va amaliy san'at, o'zbek xalq cholg'ulari, xor sinfi estrada ansambli o'quvchilar viloyat guruh tanlovlarida ishtirok etib, faxriy birinchi o'rinni egallab, respublikaga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz. Qani Ahmadjon 7-8 marta bu yerga kelishsin ekanlar, ikkala maktab direktori. Ularga ham olqishlab qo'ydik do'stlar. Rahmat. Shuningdek, 8-soatli bolalar musiqa va san'at maktabining o'quvchilari damli va zarbli cholg'ular yo'nalishi va fortepiano yo'nalishi xalqaro konkurslarda g'oliblikni qo'lga kiritib kelishmoqda. Masalan, Rossiya Federatsiyasida o'quvchilar o'rtasidagi bo'lib o'tgan Zolotoy Feniks tanlovida 2 nafar o'quvchilarimiz faxrli birinchi o'rinni egalladilar. Shu o'rinda aytish lozimki, o'quvchilarimizning iqtidorini ro'yobga chiqarishda, ularni xalqaro maydonlarda yutuqlarga erishishda, O'zbekiston bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishda xizmat qilib kelayotgan bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchilariga o'z minnatdorchiligimizni sektorlar rahbarlari tomonidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'lsin. Aziz san'atkorlar, madaniyat xodimlari, bu yerda qancha gapirsak oz. Lekin bizning ko'ksimiz qo'limizda, hammamizni bu yerda turganmiz, sektor rahbarlari. Men ko'p o'ylayman, bu yerda bundan oldin sizlar bilan hamnafas bo'lib ishlagan mana Go'zalxon ishtirok etyaptilar. Va mana bu yerda mening shu davrimda olqishlayveringlar tabrimga. Shu bilan birgalikda mana Sobir aka bir el yurt tanigan, butun xalqimiz tanigan. Mana inson ishlarni boshqarib, mana namunali xizmat ko'rsatib kelyaptilar. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, bitta narsani bilinglar sizlar. Mana shu mehnat qilasizlar. Har bitta tadbirda o'zingizni, joningizni fidoyi qilib xizmat qilasizlar. Oxirida aytamanki, Sobir aka, Go'zalxon, ular bir piyola choy ichdimi, ozgina dam oldimi degan gapni gapiraman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz sizlar bilanmiz. Sizlar biz bilansiz. Bayramingiz yanada muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Samimiy tilaklar uchun minnatdorchilik bildiramiz. 15-aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan tuman hokimining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi. Bir guruh demak, san'at ahli ijozatlaring bilan demak sovg'alarni o'z egalariga topshirib qo'ysak. Azimim Sobirjon, Turdaliyev Odiljon, Turopova Sobira, Alimova Salomat, Husanova Go'zalxon,
Dehqonova Alomat, Jahonaliyev Asqarjon, Jahonaliyev Asqarjon, Quttiboyeva Zilola, Yo'ldasheva Nargiza, Hojimatov Oybek, Madaliyeva Saodat, Dadajonov Ixtiyor, Yo'ldosh Aliyeva Buroxila, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin Saodatxon opa. Ilohim hamisha mana shu yoshlarimizga madaniyat va san'at sohasini sirlarini o'rgatib yurishda qolmay tolmay yurishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Muborak bo'lsin. Dadaliyev Zokirjon, Shodmonova Nigora, Munavvarova Gulruh, Rahimova Nilufar, Tursunqulova Feruza, Yusupova Farog'at, Shamsiddinova Farida, Rajabov Inomjon, rahmat. Barchangizga yana bir bor kasb bayramlari muborak bo'lsin. Demek kechamiz davom etadi. Bugungi kechamizga ko'tarinki kayfiyat ulashish maqsadida o'zlarini chiroyli qo'shiqlarini taqdim etish uchun Olamjon Otamirzayev boshlaydi. Demak, Shukrona estrada ansambliga beriladi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Hurmatli kasbdoshlar, san'atkorlar ham bir e'zozda mana dasturxon to'rida o'tirib, albatta bugun bayram nishonlayapti. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Ustozlarimizni ko'rib turibmiz. Barcha ustozlarga, mehmon san'atkorlarimiz, barcha ustozlarimizga bayram muborak bo'lsin. Bugungi Ramazon ayyomlarida, ro'za-yu Ramazon ayyomlarida didorlashib turganimizdan hammalaring bilan albatta xursandmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz.
Can dil bilen Seni sevmeyi dünya turgunca Seni sevdim can dil bilen Seni sevmeyi dünya turgunca Yaprak başı güllemeyi çaman Belki bahar gelgunca Yaprak başı güllemeyi çaman Belki bahar gelgunca Bugün o
hozir qarasak ovqat ortiq qiladi. Shuning uchun hammaga yoqimli ishlar tilaymiz. Ana bundan keyin sho'x qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa ustoz san'atkorlarimizdan ham bugun Xudo xolasa eshitamiz yaxshi qo'shiqlarni. Yoqimli ishlar tilaymiz barcha-barchalariga. Bayram muborak bo'lsin. Madaniyat masalalari bo'yicha o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan tez Akbarali Asqarovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, hamkasblar. Bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Bugungi kunni mana Prezidentimizga rahmat. Bizga xas bayram qilib tashkillashtirganlar, xabarlar bor, hammamiz bilamiz. Hamma boshqa kasblarni bayramlarida hammamiz xizmat qilardik. Biz o'zimizga ham kasb bayramini tashkil qildik. Muborak bo'lsin hammalarga. Shaxsan viloyat hokimimiz tabrik yo'llayaptilar. Boshqa tumanlarimizda ham tabriklar bo'ldi. Sharoitlarga jarayonlar o'tkazildi. Mana bugun Pop tumanida mana hokim bo'lamiz aytdilar, yerda yashab ijod qilgan ustozlarni, shularni madadkor bo'lsin. Sizlarni kelajak ishlariga yordamlaymiz. Hozir bitta yaxshi narsaki, bugun Pop tumaniga bir yangi suyuqlik bor. Madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov, hammalar bilasizlar, viloyatimizdagi o'sha faol, eng sara xizmat qilganlarga bir tashakkurnoma sovg'alar jo'natishgan. Shulardan bittasi Pop tumaniga nasib qildi. Pop tuman madaniyat bo'limini boshlig'i mana hozirgi kunda sizlar bilan
mas'ul ishlab kelayotgan Sobirkam Azizovga Madaniyat vazirining madaniyat va san'at fidokori degan ko'krak nishon. Hozir Azamjon Mahmudov iltimoslarni shuni o'zlarining qo'llaridan Sobirkamga qo'ysalar. Allah nasib qilsin mana shu yerda o'tirgan onago'zlarga hammanglarga shunaqangi e'tiborlar, davlat mukofotlari, shunaqa bayramlarga ko'payib shu taqdirlash marosimlarida hammamiz birga bo'laylik. Hokimimiz hammanglarga shunaqangi ko'krak nishonlarini taqqan kunlari yoninglarda turaylik. Tabriklaymiz. Rahmat, muborak bo'lsin. Rahmat, assalomu alaykum. Bugun madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan hamkasblarimiz, ustozlarimiz tashrif buyurgan bugungi demak kasb bayramlari bilan muborakbod etish uchun o'zbek san'atini o'zini mavqeyiga ega bo'lgan ajoyib ijodkorlar, kino aktyorlar Ma'ruf aka Otajonov chiroyli qarsaklar bilan taklif qilamiz. Abduvohid Zoitovlar, marhamat. Mehmonlarimiz, ustoz san'atkor. Marhamat. Ustozlarga bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli san'at shinavandalari, san'atimizni fidoyilari, san'atda tinmay mehnat qilayotgan mana shu yerda o'tirgan insonlar, hammanglarga bayram muborak bo'lsin. Ilohim bunaqa bayramlarni ko'p ko'rish nasib qilsin. Toshkent shahar hokimligi tomonidan aynan shu bayramni nishonlash nasib qildi. Kecha viloyat hokimligida bo'ldik. Bugun Pop tumanida bo'lyapmiz. Bilasizmi, bu hokimlikni san'atga bo'lgan juda bir katta hurmati va e'tiboridir. Avvalo prezidentimizni hurmatlari, prezidentimizni bizga bo'lgan munosabatlari. Hali aytib o'tishga popdan judayam ko'p san'atkorlar, xalq artistlari chiqqan. Ilohim bundan keyin xuddi shunaqa xalq artistlari, xalqimizni dilidan joy oladigan qo'shiqchilar, aktyorlar, aktrisalar, zo'r muzikachilar, kompozitorlar, rassomlar, umuman san'atga taalluqli insonlar yetishishga olsin. Hammalarga yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Har doim shehringizdan tabassum arimasin. Sog', omon bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, aziz ustozlar, hamkasb akalar, ukalar, hamkasb otalar, singillar. Xushkelsinlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha halovat bor bo'linglar, qadamlaringizga gul yetsin, kim nima niyat qilgan bo'lsa niyati yetsin. Bugun sizu biz bayramimiz
bayraminglar muborak bo'lsin. Yuzingizdan hech qachon kulgi tabassum arimasin. Hamisha yaxshi kunlarda, yaxshi tadbirlarda, yurtimiz yaxshi kunlarda hamisha san'atlar bilan kamarbasta o'tirish nasib qilaversin iloyim. Avvalo xonadoninglar tinch bo'lsin, oilanglar tinch bo'lsin, oilalarga bosh qo'yinglar. Mehmon kelsa qo'lini ko'ksiga qo'ygan, yuqoriga o'tkazib hol ahvol so'ragan, oyog'ingizni tagiga semiz qo'y so'ygan, xizmati osmondek baland o'zbegim. Hurmat qilib kiydirgan chopon va to'ppi ikki gapi birida kamchiligi yo'qmi? Biznikiga tez-tez kelib turing, xo'p o'tgan so'z tilidan chiqmas o'zbegim. O'g'il bo'lsa niyat qilib kelin tushirgan, qizlarni iffatli qilib o'stirgan, iymonni nasihat birda o'qtirgan, orzu havas bilan yurgan o'zbegim, orzu havasga boy bo'lgan o'zbegim deydi. Ana shu orzu havasli kunlarda turganlarga chiroyli ko'rsatgan sizu biz bo'lamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin sizlarga, ko'z tegmas. Rahmat ustozlar, bayramlar muborak bo'lsin sizlarga. Rahmat. Navbatdagi tabrik so'zi Pop tuman yoshlar ishlari agentligining raisi Umarov Eldorjonga beriladi. Marhamat. San'at va ma'naviyat xodimlarini bugungi kasb bayramlari bilan muborakbod etish uchun taklif qilamiz. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari ko'rgazmasidan Pop tumanida madaniyat va san'at sohasida mehnat qilib, soha rivojiga munosib hissa qo'shayotgan san'at durdonalarini kelajak davlatga yetkazishda fidokorona xizmat qilayotgan, shuningdek yosh avlodni turli buzg'unchi g'oyalar, ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, 5 muhim tashabbusni yoshlar hayotiga keng joriy etish orqali musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarni oshirish, ular iste'dodni yuzaga chiqarishi, qo'shayotgan munosib hissangiz uchun yoshlar ishlari agentligi Pop tuman bo'limi jamoasiz aziz azizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yuragiga o'tib barcha insonlar taklif qilinadi. Davom etamiz yigitlar chiroyli boshlanadi. Marhamat. Ixtiyorjon, o'zingizni ham taklif qilamiz. Barchalar yuragiga o'tib borlar, bayram muborak bo'lsin. Qani marhamat keldik.
Qora ko'zim degan qo'shiq madaniyat saroyida ishlaydigan opalarimga bag'ishlangan. Bugun rostdan ochilib ketibsizlar. Hamma ayollar umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shunaqa chiroyli bo'lib yuringlar. Har doim mana shunaqa chiroyli bo'lib, ochilib sochilib yuringlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, sizlardan bir narsani iltimos qilamiz. Madaniyat va san'at xodimlari bir yilda bir marta ish oladi. Shuning uchun bugun dasturxon sizlar uchun yozilgan. Hali birinchi, ikkinchi, uchinchi taomlarimiz ham bor. Sovg'alarni o'z egalariga topshirib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun rahbarlarimizdan shunday taklif tushyaptiki, iltimos, hech kim chiqib ketmasin bugun bayram. Biz ruxsat bersak, ketamiz ishda. Demak, har sohada bo'lganidek bizning madaniyat va san'at sohamizda ham mehnat qilib, bugun keksalik yaxshini surib turgan ustozlarimiz borlarimizda o'z davrini san'at darg'alaridan biri bo'lgan navbatdagi tabrik so'zlari Husanboy Qoraboyev, Furqonjon aka, G'aniyevlarga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum. Shu kunga yetkazganiga Xudoga shukr qilamiz. Bilmadim men, qanday bir qarsiylar bo'ldi, kimgadir Furqonjonga mana chiqadi. Staying o'rtada popi bo'lgan popi bo'lishi. Hurmatli do'stlar, shaxsan men hamma eshitsin. Xudoga shukr shu kunga yetkazganiga. San'atkorlar mana yig'laydigan kun ham bo'lar ekan. Xudo xolasa Sobirjon sizga minnet rahmat. Yaxshi boshladingiz. Xudo xolasa biz sizga yordam beramiz. Go'zal guruhi mana shu yerda, Furqonjon madda, ko'p san'atkorlar mana shu yerda tartiblanib turibdi san'atkorlarimiz. Rahmat sizlarga. Mana bunda ko'rib turgan o'zimizda xodimlardagi eski Malik opam san'at saroyining oyasi hisoblanardi. Onadir deymiz. Oyajon sizga ko'p yil baxtli umr tilaymiz. San'at saroyiga ko'p ishlagan majida opajonlarimiz hammasi o'tirishdi. Baletmeyster qizlarni ko'rib turibman, ko'p yildan beri ko'rmagan edim. Xudo xolasa sizlarning xizmatlaringiz. Biz pensioner emasmiz, biz hali go'zal guruhi ancha ishlaydi Xudo xolasa. Hammalaringga salomatlik tilayman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum aziz san'at ahli. Mana bugun juda xursandman. Birinchi o'rinda xursandchiligim hammalarini ko'rib turganimdan. Mana shu yerda jamiki akalarimiz, ukalarimiz, ustozlarimiz ham o'tirishib turishdi. Opaxonlarimiz, onaxonlarimiz barchalariga ko'rib turganimdan xursandman. Barchalaringga mana shu bayram bilan chin yurakdan samimiy tabriklayman. Qolaversa eng katta tabrigim Sobirjon aka, mana ko'ksingizga yarashib turgan o'rninlaringiz, medallaringiz bilan aka shunchalik e'tibor qilib nazarga tushib shu narsalarga erishganingiz aka katta ishlaringizga undan bag'riga katta zafarlar tilaymiz. Doim sog' bo'linglar. Hammamizga ham nasib qilsa shunaqangi mukofotlar, yaxshi kunlar. Yana bir bor hammalaringni bayramlaringiz bilan tabriklayman. Salomat bo'linglar. Uka Ushajon uzr deyman men sizga. Nimaga? Yo, men ko'p gapirmayman. Ko'p gap eshak
guruhi shartda. Bitta qo'shiqqa bersak bo'ladimi? Iloji bormi shuni? Bormi shuni? Keyin Alijon bormi shuni? Rahmat. Ustozlar tayyorgarlik ko'rib turasizlar. Demak, madaniyat va san'at sohasida ko'p yillar mehnat qilib, mehnat faxriylarimiz bor. Demak, taqdirlab qo'yamiz. Sovg'alarni tuman hokimi o'rinbosari Zafar aka Rasmonov topshirib berasiz. Tursunova O'ktamxonaga, Abdurahmonova Mahmudaxonaga, Xudoyberganova Sanobarxonaga, Usmonov Balajon aka, hurmatli nomlar e'lon qilingan ustozlarimiz taklif qilamiz. Marhamat. Tursunova O'ktamxonaga, Abdurahmonova Mahmudaxonaga, Xudoyberganova Sanobarxonaga, Usmonov Balajon aka, Bahromov Ravshan aka, Abdumalikova Muhabbatxonova, Soboy Qoraboyev, Qur'on Po'latova Nasibaxonova, Nasibaxonova, G'aniyev Turxatjon aka, G'aniyev Turxatjon aka ustoz, Ahmedov Shokirjon, G'oyibov Balajon aka, Saidov Rustamjon aka, Rustamjon aka, Saidova Masturova, Rahimova Ra'noxonova, Tursunova Mavludaxonova, Olmatova Hanifaxonova, Idros tafsirlari eshitilmayapti. Ustozlar xizmatida. Hamidova Malikaxonova, Malikaxonova, Dadaboyev Murodjon aka, Dadaboyev Murodjon aka, Yo'ldasheva Hafizaxonova, ustoz san'atkor Yo'ldashev Kozimjon aka demak oila a'zolaridan bir kishi savollar olasiz. Abdulazar Zohidjon, Abdulazar Zohidjon aka,
Habibaxon opa. G'aniyev Qurdali aka. Haydar Bahromjon. Ahmedov Shamshod. Otamirzayev G'ulomjon. Hojimalov Doniyorjon. Xolidov Elyorjon. Elyorjon. Xolidov Elyorjon. Qabul qilasiz. Hurmatli mehmonlar, ustozlarimizni taqdirlab oldik. Demak, kechamiz davom etadi. Davramizga taklif qilamiz, hali sovg'alarimiz juda ham ko'p. Barchaga bugun sovg'alarimizga taqdim qilishimiz Xudo xolasa. Qo'shiq navbatiga o'zlarining chiroyli chiqishlari bilan Real jamoasi taklif qilinadi. Marhamat. Marhamat. Qani yigitlarimiz, sizlarimiz. Abrorjon. Marhamat. Salomat bo'linglar. Yoshlarimizga chiroyli qarsanglar. Zohid Mirzo, keling davramizga. Bugun o'zlarining chiqishlari orqali chiroyli bir ko'rsatuvlarda qolaversa, chiroyli bir bilimlasifat nuqtalarda paydo bo'lyapsiz. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Chiroyli tabrik. Ana undan keyin ustozlarimiz bor davramizda. Ustozlarimizni davraga chaqiramiz. Sizlarga salom qiling. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar. Mana shu pok tumanimizni respublikalarga, butun dunyoga tanitib, ijod qilib kelayotgan hurmatli ustozlar, hamkasblar barchalaringizni bugungi bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Endi mana shu davramizga ustozimiz mana shu pok tumanining faxrli san'atkorlari juda ham ko'p. Mana shu faxrli san'atkorlardan birlari bo'lgan, san'atimizda ajoyib ustunlari bo'lgan, dalg'alari bo'lgan ustoz san'atkor ustozimiz Husanboy Qoraboyevni chiroyli qarsanglaringiz bilan davramizga chorlaymiz. Endi hammamiz san'atkor qarshi choptirib yangi qo'shiq konsertimizda birinchi marta aytilgan qo'shiq. Qani ketdik. Assalamu
Senga qo'yam yetmadimi? Senga qo'yam yetmadimi? Taqdir senga taqdir menga, taqdir nasib etmadimi? Senga qo'yam yetmadimi? Senga qo'yam yetmadimi? Taqdir senga taqdir menga, taqdir nasib etmadimi? Taqdir senga taqdir menga, taqdir nasib etmadimi?
Rahmat, salomat bo'linglar. Ustozlar, hurmatli madaniyat va san'at xodimlari, yana bir bor barchangizga kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Jannat makon yurtimizga ko'z tegmasin, bayramlar bardavom bo'lsin. Kelasi yil madaniyat va san'at xodimlari kunida qatorimizdan kam bo'lmay barchamiz ishtirok etishlik nasib etsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun bir yaxshi ishlarni ko'rib Bo'raka, beringlar.